Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 22 aprel, Toshkent. Shu yerda o'tirib yeyman. Shu yerda. Ha, o'tirib yeyman. Shu yerda. Bitta kichkina kola. Kichkina butilishni kola. Non yarimta. Sport tovarda Do'mmoq jo'jalar degan joy bor. Endi ketishimdan oldin, Yevropaga ketishimdan oldin mana shu yerga o'tirishni qaror qildim. Bilasizlar, ertalab hech kim bo'lmaydi. Mana shu holatda bu sport tovar Toshkentni ko'pchilik biladi. Xullas, sizlar shunaqa gaplar. Ana kamina. Ob-havo juda ajoyib. O'zbekistonimiz har doim gullab yashnasin. Go'zal-da, go'zal. Hamma yoq go'zal. Shunaqa.